Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, salomat Xudo xohlasa bugungi videomuz oldi sotdi masalasine bag'ishlanadi. Shu ko'rib turgan katta 2 etaj joyimiz sotiladi zudlik bilan yurtdoshlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahri 380 trassa Buyuk Ipak yo'li. Do'stlar, bu tarafdan gelish bilasizlar, To'rtko'l bozori, To'rtko'l televizkasi tarafdan doğru kelaverishdi yurtdoshlar. Dodik kemping bor yurtdoshlar, kempingdan o'tib to'g'ri kelaverasizlar yurtdoshlar. 622 zapravkadan o'tib kelaverishda Hamdam Tex bor. Hamdam Texdan o'tganingizdan keyin 2 etajli uyimiz, joyimiz yurtdoshlar. Bu yandan kelsanglar O'zbekistondan, Sho'roxondan kelaverish do'stlar. 380 trassani bo'yinda qulay mestadan yurtdoshlar. Shu joyimiz umumiy yer maydoni 5,5 sotik bo'lgan joyimiz sotiladi do'stlar. Şu joyimizni oldi ko'rib turgan bo'lsanglar, zekash o'tgan. Pulni elde gömüler ekan buni yurtdoshlar. Elde gömülüp tekslab, xudo xolasa, yine. Bir yan chetdan gömülüp kelyapti o'zi. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q yurtdoshlar. Yine. Ko'rib borasiz, 2 etaj bo'ladi va yanında yine fundament. Yurtdoshlar bir yana yine 2 etaj atib, yana joy sasanglar ham bo'ladi. O'zi 2 etaj planlashtirilgan bir yer. Başta granitsan aydamız, granitsa yine şu listden, gök listden ta yine şu pak sağlam. Xudo xolasa. Yine. Svetdan muammo yo'q, yine mini shitam o'rnatilgan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, granitsalar bilan tanishsa, granitsalar yine ko'rib turganlaringizdek, o'sha granitsa yine. O'shadan. Xo'p, yurtdoshlar. Xo'p, şu joyimiz zudlik bilan sotiladi. Joylanmadan yurtdoshlarimizga bir like'larni bosib tashlab qo'yinglar. Endi joyimizni ichki qismi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa joyimizga kelamiz. 2 etaj. Hamma shart-sharoitlar bor. Konditsionerlar bor. Xudo xolasa bismillah giramiz. Boshda birinchi etaj bilan tanishamiz. O'ng tarafda kiraverishda yine katta zalimiz bo'ladi do'stlar. Yine. Hozir odam yashab o'tiribdi yurtdoshlar. Bir shu televizorni olib ketadi ekanlar o'zlari bilan. Ko'rpa döşeklar olib ketiladi, posudalar olib ketiladi, qonunlar hammasi qoladi ekan do'stlar. Gilamlar ham eng zo'rlaridan Eron gilamlari bilan yine döşelgan, xudo xolasa. Konditsionerlar qaradi. Yine. Chiroyli bo'lib turibdi, xudo xolasa. Hammaga nasib etsin, shunday toza xonadonlarni joylarni olib, joy to'yib berish hammaga nasib etsin deymiz yurtdoshlar. Hop. Yine. Bu televizor qoladi ekan do'stlar. Bu yoq tarafda kuxnya qismi. Yine. Hamma narsalar qoladi, kuxnyadan, oshxonadan yine. Bu yoq tarafda 3 kir mashinani olib ketadi ekanlar do'stlar. Bu yonimiz sanuzel qismi. Hojatxonasi, dushi birga yine. Do'stlar, xudo xolasa. Yonda avistollar bor. Issiq, sovuq suv gap turibdi. Bu yoq tarafimiz doğruda spalnimiz ekan. Yine. Spalni xonasi. Yine mebellar, spalni mebellar. Spalni hamma narsa xudo xolasa qoladi 100%. Hop. Endi bo'lsa yurtdoshlar, ruxsatlaringiz bilan 2-etajga ko'tarilamiz. Bu yoq taraf yine arka kısmından görüşürüz mümkün. Zudlik bilan shu joyimiz sotiladi. 2-etaja chiqamiz, xudo xolasa. Bismillah. İkinci etajımız do'stlar. Eksvagul remont etib beraverasizlar, xudo xolasa. İkinci etajımız ham ancha katta. Görüşləringiz mümkün. Ağaçlar eng zo'rlaridan bosib qo'yibdilar. Joyimiz. Xudo xolasa otopleniylar ham o'tgan ko'rib turgan bo'lsanglar, kotyollar ham yonib turibdi. Hozir videomiz davomida kotyollar ham ko'rsataman. Beraman. İkinci qavatimiz bo'ladi bu. Xudo xolasa. Bu yoq tarafdan ham zala chiqish xodi bor. 2-etajda. Otopleniylar ham ajoyib bo'lib o'tgan. Do'stlar, 380 trassani bo'yi. Xolasangiz joyimizni oldindan sammoch sasangiz ham bo'ladi, kafe sasangiz ham bo'ladi do'stlar. Kapital fundamentdan. Çünkü
Dokumentlərdən muamma yox, dokumentlər natural. Kat yollanan göstəriz mümkün kat yolla. Atat liniyalara mötkə. Xalasa. Həm mənə nəsib etsin, şimdi acayip cayla alıp cay toyu bəş nəsib etsin deyimiz. Baxasını açsaq yurttaşsa, baxasını xanadan iyi gələmi 69.000 dollara ait bitdiler. Akış dolları. Şimdi bu aytılış baxası aytılan baxa bən safım idi. 69.000 akış dollarından gəlişir, savdalaşıb bərdədir dostlar. Yine. Sıra şimdi yengilik etkəs başta devam edəmiz. Cay alaman deyib yurttaşlarımıza bu videomuzu dikbilən taşab koyunla bir like-lanı basacağını xizmətlər izləmiz. Sağ salamet bulunla ki, yeni videolarda görüşünce yetkəziyən vaxtlarınıza razı bulunla pəstə. Cay egəsini, xanadan egəsini telefon nömrələrini koyub koyamız. Sıra şimdi yengilik etkəs başta devam edəmiz yurttaşlar.